haqiqiy chokotella tayyorlashni o'rganamiz. Demak, ketdik. Bugungi mavzumiz indikatorlar mavzusi. Indikatorlar mavzusiga bitta to'xtalib o'tamiz va nuqta qo'yishga harakat qilamiz. Bizga indikatorlar o'zi nimaga kerak, o'zi qanday u narsa, nima qilamiz, itagdalik, короче, hamma narsani tushuntirishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Qaranglar. Bizda bozor harakatlari bor. To'g'rimi? Biz o'tgan mavzuda nima haqida o'tgan edik? Masalan, o'tgan mavzularimizda shamdonlar mavzusini o'tgandik. Esingizda bo'lsa. Shamdonlarda zo'r informatsiya bor. Shamdonlar bizga ma'lum bir harakat davomida bozor deylik, mana shamdon olsak. Mana bu yerda yopilgan, to'g'rimi? Mana bu yerda ochilgan va ochilgan joyiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, undan keyin daj pastga ketgan, tepaga chiqmagan. Ya'ni kim tepada nima qoldirmagan? Soya, o'zidan iz qoldirmagan. Uni asosiy izi uni boshlanish nuqtasi bo'lgan. Xo'p, demak, bizga shunday informatsiya beryapti mana bu shamdon, to'g'rimi? Bu degani bozor bir soat ichida mana shu yerda ochildi va mana bu yerda yopildi. Mana bu borib kelgan nuqtasi. Keyingi shamdon ham xuddi shunday tarzda ketdi va mana bu yerda yopildi. Endi men yopilgan joyini boshqa rangda qilaman. Qizil rangda qilaman. Kelinglar, shu ishni qilamiz. Demak, mana bu shamdon mana bu yerda yopildi. Mana bu shamdon bu yerda yopildi, to'g'rimi? Bunisi mana bu yerda yopildi. Mana bunisi mana bu yerda yopildi. Oxirgi to'rtta shamdonni belgiladi. Endi biz narx kotirovkasiga qaraydigan bo'lsak, oxirgi shamdonning narx kotirovkasi 4754, 72, 97 va 4807 raqamlarni va nuqtadan keyingi holatdagi trend raqamlarini ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Shamdonlarni bu qiymatlari bizga nima uchun kerak? Instagramda anaqa forex shamdonlari degan anaqa video tahlildan bittasi kommentariy yozdi. Forex shamdoni emas, yapon shamdoni deb aqlinglar chiqib qopti-da. Endi bo'ladi shunaqa qilib, esimga tushib ketdi. Da, bu yapon shamdonlari deyiladi aslida. Yapon shamdonchalari deyiladi, to'g'ri? Chunki u videoni iyi yaratganda menga yoqdi uni yozishi, shuning uchun qo'yib o'rgandim. Babir chiqadi deydi shunaqalar. Aqllilar. Vot. Endi bugungi mavzu shamdonlarga nima daxli bor? Asosiy daxli shundan iboratki, agarda biz har bitta shamdon qo'shayotganimizda, kelinglar, men hozir bitta shamdon qo'shaman, u ham bo'lsa, birinchi shamdonimiz bu MA, ya'ni kim? Moving average. Moving average conversion rebound emas, moving average o'zi qani? MA qo'shamiz unda, moving average eski hisobda ishlatilgan bahoda. Ekspansiyaga qo'shamiz bo'ldi. Xo'p, moving average qo'shdim. Endi qaranglar. Bizda har bitta shamdonni yopilgan nuqtasini men qizil bilan belgiladim, to'g'rimi? Mana buniki va buniki xuddi shu tarzda qizil bilan belgiladim. Общей сложности, ya'ni umumiy hisobda 1, 2, 3, 4 ta shamdonni yopilgan nuqtasini belgiladim va uni narx kotirovkalarini sizlarga ko'rsatdim. Xo'p, bizga aytaylik moving average indikatori nima uchun kerak? Mana bu yerda input belgisi bor. Lens 9. Bu nima degani? Oxirgi 9 ta shamdonni xuddi mana shu tarzda belgilab chiqdim, yopilgan narx nuqtasi. Oxirgi 9 ta shamdonni yopilgan narx nuqtasi, mana bu yerda close turibdi, yopilgan narx nuqtasi kotirovkalari qo'shiladi, va 4 ga bo'linadi. Bizning holatda 4 ga, mana bu yerda 4 tani belgilagan uchun. Mana bu holatda 9 ta. Umumiy hisobda oxirgi 9 tasiniki bo'ladi. 9 ga bo'ladi va chiqqan natija taqriban bozor qanday holatda harakatlanishi mumkinligini liniyalar tarzida ko'rsatib beradi. Aynan shu narsa moving average deyiladi. Va e'tibor beramiz, oxirgi 9 ta narx bo'yicha bozor mana bunday harakatlangan degani. Bu narsani biz qanday ko'rishimiz mumkin? Shamdonlarni liniyaga o'zgartiramiz va bu bizning liniyamiz va bu bizning MA'miz, moving average'imiz. Shu tarzda diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, qanchalik kam qo'ysak, mana bu lensda qanchalik kam qo'ysak, bozorga shunchalik yaqin bo'ladi. Agarda biz buni qanchalik ko'p qo'yadigan bo'lsak, bozordan shuncha uzoqlashadi. E'tibor bering, moving average uzoqlashdi. Chunki o'rta qiymat chiqarish uchun oxirgi shamdonlar ketma-ketligi soni ko'payib ketdi. Chunki ularning orasida katta summalar, kichkina summalar bor. Ularning o'rta qiymatlari bor. Shuning uchun ham o'rta qiymat sifatida olinyapti. Tushundingizlar, mana bu qiymat, yurish qiymati. Aynan shu narsa bizda indikatorlarning asosiy vazifasi bozorda harakatlar ketma-ketligi bo'yicha taqriban qayerga ketish mumkin, taqriban qayerdan razvorot qiladi va taqriban
qayerga boradi. Aynan shu narsalarni belgilash uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Xo'p. Endi biz diqqat bilan e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa boya aytdim, to'g'rimi? Ketma-ketlikda. Biz moving average-ni ikkita qo'shsak ham bo'ladi. Bu nima degani? Ikkita qo'shish bu moving average-dan agarda men ikkita qo'shadigan bo'lsam va ularni bittasini rangini 14 qilganman, anaqasini close 14 qilganman, to'g'rimi? Rangini oq qilamiz. Oq emas, qizil qilamiz. Ha? Qizil qildik. Bu 14, oxirgi 14 dan qizil chiqarib beradi. Mana bunisinikini esa 100 qilamiz deylik. 14 ta bo'lgan bo'lsa, приблизительно 100 qilsam bo'ladi va uni ham rangini o'zgartiraman, sariq qilaman. Deylik. Bu ikkita shamdon qo'shish nimaga kerak? Ikkita yetadi o'zi. Shamdon deman, uzr, indikator qo'shish nimaga kerak? Ya'ni indikator bizga shunaqa informatsiya beradiki, bozor, aynan moving average, bozor trend bo'ylab qayerga qarab harakatlanyapti va qayerdan reaksiya olyapti. Ya'ni agar ikkita shamdon kesishgan joyi hosil bo'lsa va u yerda ikkita shamdon ikkita liniya kesishgan joyi bo'lsa va u yerda shamdonlarning ichida ko'proq qolib ketadigan bo'lsa, 5 tadan 10 tagacha bo'lgan holatda shamdonlar ichida liniyalardan bittasi bo'lsa ham yoki ikkitasi qolib ketadigan bo'lsa, bu protargovka zona hisoblanadi va keyinchalik biz o'sha zonalarni, ikkalasi bo'lgan zonasi, protargovkani maksimum va minimumlarini olib turib, kichik bir hudud sifatida foydalansak bo'ladi. Va keyinchalik boshqa tomonlarni ko'rib turib, biz o'zimizga yetarli tarzdagi mana bunday holatdagi уровень поддержка va сопротивлениyalarni bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Demak, xuddi shu holat mana bu yerda bo'lyapti. Indikatorlar bizga дополнительный, ya'ni qo'shimcha informatsiya, ma'lumotnoma beradi. Bu bizga asosan nima uchun kerak bo'ladi? Bu bizga asosan bozor razvorot pattern hosil qildimi yo'qmi, o'sha narsani ko'rishimizga kerak bo'ladi. Biz shu vaqtgacha o'rgangan narsalarimiz nima bo'ldi? Biz shu vaqtgacha o'rgangan narsalarimiz, masalan, umumiy hisobdagi bozor trend harakati, to'g'rimi? Unga yaratilgan hududlar, bozor strukturasini va shamdonlar ketma-ketligini o'rganib chiqdik. Va ushbu ketma-ketliklarning uchasini birlashtirib, biz agarda qaysidir indikatorga qo'shib, o'sha indikator orqali ishlaydigan bo'lsak, mana bu birinchi analizimiz, ikkinchi analizimiz, uchinchi analizimiz bo'lsa, bu o'shalarga indikator подтверждение, ya'ni tasdiqlash beradi. Xo'p, bu tasdiqlashlar qanday bo'ladi? Odatda agarda bozor tepaga harakatlanayotgan bo'lsa, keling, qanaydir valyutani olamiz, 600 ni olamiz. Agarda bozor tepaga harakatlanayotgan bo'lsa, vaholanki indikator pastki qismida joylashgan. E'tibor bering, pastki qismida joylashgan. Agarda aksincha bozor pastga qarab harakatlanayotgan bo'lsa, tepa qismida joylashgan. Tushundinglar? Demak, aynan razvorot holatida biz bozorni analiz qildik, to'g'rimi? Deylik, mana bu yerda analiz qilamiz. Mana bu bizani shamdonlar ketma-ketligimiz bo'yicha analiz qilishimiz, bizning trend harakatlarimiz va hududlarimizni belgilaymiz. O'zimizgacha lokal obyektlarni belgiladik va mana bu yerdagi maksimumimiz bor edi. Tashib ketdim, mana maksimumimiz bor edi. Yangilandi, atkat bo'ldi va sekin kelib buzdi. Obshiq hisobda mana maksimumlarni buzdi. To есть bu nima bo'lardi bizga? Trendni o'zgarishdan dalolat berardi, to'g'rimi? 100 oltinchi ko'plik qiladi. Men eng ko'p foydalanadiganim 14, 50 va 33. Shuning uchun mana biz 50 qilsak ham bo'ladi yoki 33 qilsak ham bo'ladi. Trend razvorot uchun 33 va 50 birgalikda juda ham zo'r ishlab beradi. 22 ham. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Mana bu joyda trend liniyasi shundan keldi, ko'p protargovka bo'lgani uchun bu degani bozor sekin qaytyapti degani. Ko'p protargovka bo'ldimi, demak shu hududda bozor hozir razvorot qilishi mumkin degan narsani informatsiya beradi masalan. Da, bozor. Вот. И bizda maksimum yangilandi, to'g'rimi? Atkat mana minimumlarni yangilamadi. Odatda minimumlarni yangilaydi, bu likvidnost deyiladi. Mana bitta stop losslar qo'yilgan bo'ladi, stoplarni yechib turib keyin ketib qoladi. Va yuqoriga ketishni boshladi. Va yuqori ketish jarayonida mana bu maksimumlarni yangilagan holat yangilandi. E'tibor bering, mana maksimum to'g'rimi? O'shani yuqoriga ketib yangiladi va atkat qildi. Aynan shu atkat qilish joyi bizga zilk ochish uchun ruxsat bergan bo'lardi. Nega aynan shu joy ruxsat bergan bo'lardi? Endi aynan shu shamdonga e'tibor beramiz. Aynan shu shamdonga e'tibor beramiz. Bunda tortdim men. E'tibor bering. Ikkita moving average liniyalari kesishdi. Kesishgan nuqta mana shu yerga to'g'ri kelyapti.
Bizga sabablar bor moving average uchun. Biz ikkita moving average qo'yganimizda doim ikkita moving average liniyalari bir-biri bilan kesishsa, bu razvorot patternni hosil qilayotganini dalolat beradi, birinchi signal. Ikkinchisi, agarda shamdonni tanasini yoki soyasini kesib o'tish vaqtida ko'proq qolib ketadigan bo'lsa indikator, bu ham bizga yana bitta дополнительный sabab beradi, razvorot bo'layotganligi. Bu bizga qo'shimcha informatsiya uchun kerak bu indikatorlar. Biz indikatorlarga hech qachon ishonmaymiz, chunki shamdonga yopilib, уже reaksiya olib bo'lgandan keyin bizga hosil bo'ladi. Bizda mana bu откат tonaydi va yuqoriga ketishni boshladi. Agar biz mana bu shamdondan kirgan taqdirimizda ham mana bu откатdan qo'shilib olsak bo'lardi, chunki mana bu yerda biz nima bo'lganda indikatorlar ketishgan уже. E'tibor bering, indikatorlar ketishgan va mana bu yerda ham dolga qolib ketib, sekin kesish o'tib ketishdi, to'g'rimi? Va o'z yo'nalishini o'zgartirishdi. Boya aytganimdek, shu vaqtgacha indikator yuqorida edi, bozor harakatining yuqorisida edi, endi esa pastki tomonga o'tib oldi. Bu degani endi dальнейшем tepaga ketishi mumkin degan informatsiyani bizga beradi. Beradi. Bu indikator, bu moving average oddiy indikator va bizga o'rta qiymatlarni chiqarib beradi. Boshqa indikatorlar olib tashlash mumkin. Mana bu yerdagi indikatorlarga e'tibor bermaysiz, bular firmenniy indikator deylik, и volume. Men eng ko'p ishlatadigan indikatorlardan biri bu volume. Mana uni update qildim, yana qayta qo'shdim. Tak. Nima qilamiz? Mana 8 qisam. Qisam bo'ldi, shunda xalal bermaydi. Xo'p, volume nima? Volume haqida ozgina oldin aytib o'tib ketgandim, hozir ham aytib o'tib ketaman. Volume bu bepul, bu ham bor. Vol deb yozsangiz o'zi chiqib keladi. Agarda kimlardir rus tilida bo'lsa, объем degan yozuv chiqadi. Mana volume, просто volume o'zi. Bu nima degani? Bu indikator har bitta shamdon ichidagi kuchni ko'rsatadi. Va bundan oldingi shamdonlar ketma-ketligi davomida kuch qanchalik kuchli bo'lgan yoki qanchalik kam bo'lganligini ko'rsatadi. Va keyinchalik kuch qanchalik kuchayib borayotganligini yoki kamayib borayotganligini ko'rsatib beradi. Volume bizga nimaga kerak? Shamdon bilan analiz qiladiganlar volumni juda ham ko'p ishlatadi. Men o'zim juda ham ko'p ishlataman volumni. Qaysi zonani kutayotgan bo'lsam, masalan, deylik, qaysi zonani kutib qo'ydim. Ushbu zonani kutayotgan bo'lsam, o'shaning tarixiga bitta qarayman. Deylik, men mana bu keyin bozorga savdoga kirmoqchiman, deylik. Demak, mana shu zonani operatsiya qilib oldim, shu yerda qanaqa hudud bo'lgan, qanday kuch bo'lgan, keyinchalik kelgan, qanday kuch yaratildi, bundan ko'ra ko'paydimi, kamaydimi? O'sha narsani ko'ramiz. Kuch ko'pligi harakati tezlashishidan dalolat beradi bizga. Va kuchi ko'p degani bu u yerda oldin buy yoki sell bo'ldi, bu faqat shunaqa bo'ladi degani emas. Sell bo'lsa hududlar basiga deb o'tgandim. Har bitta hudud buzib o'tgandan keyin nima bo'lardi? O'z kuchini o'zgartiradi. Bizda endi shu holat. Volume bizga har bitta shamdonni kuchini ko'rsatadi, lekin e'tibor berib turinglar, qanday hozir narsani tushuntiraman. Mana bu shamdon oqda yopilgan, yuqoriga ketgan. Mana bu ob'yomda faqatgina buy ticketlarga asoslangan holatdagi harakat bo'ldi va buy ticketlarga asoslangan holatdagi ob'yom bilan yopildi degan narsa emas. Masalan, mana bu yerda ham xuddi shu holat, to'g'rimi? Shamdonga diqqat bilan e'tibor beringlar, soyasi anchagina uzun. Ikki tomonida ham uzun. Masalan, mana bu tanasi, mana bu soyasi. Masalanda bu soyasi, to'g'rimi? Oddiy misol. Xo'p, bu yerda nimani ko'ryapmiz? Biz ko'rib turgan narsa shuki, bozor ochilgan joy va yopilgan joy juda ham yaqin, ammo o'sha vaqt ichida, ya'ni 1 soatlik time frame ichida bozor pastga borishga ham ulgurdi. U yerdan yetarlicha kuch olib yuqoriga ketishga ham ulgurdi. Yuqoriga borib, dalish keta olmasdan yana qaytib kelishga ham ulgurdi. Tushundinglar? Ikkala tomonga ham borishga ulgurdi. Demakki, bu tomonda ham kuch bor, bu tomonda ham kuch bor. Bu degani определенный holatda ushbu shamdonlar orasida приблизительно agarda buni biz 50 qila oladigan bo'lsak, faqatgina bu tepada yopilganligi uchun buniki 51 yoki 52% mi? Buy tiketlari ko'proq. Shuning uchun ham yuqorida yopildi. Bu yerda faqat buy tiket bor, buy ob'yomi bor degani emas. Bu narsani fikirdan chiqaringlar. Shunchaki bu yerda sell ham bo'lgan, buy ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu yerda e'tibor bering, impulsdan pastga tushdi, yana impulsdan qaytib chiqib ketdi. Tushundinglarmi? Bu yerda buy shunday yutgan, ko'rinib turibdi, lekin sell shuncha joyga kelishgacha ulgurdi-yu. Sell tiketlari borligi ko'rinib turibdi-yu. Demakki, buni bitta shamdon ichida bir dona
kuch emas, har xil kuch bor degani. Shuning uchun ham shamdonlar darsligida esingizda bo'lsa, bitta shamdonni ochinglar va uni kichikroq time frame bo'lib chiqinglar degandim esingizda bo'lsa. Bo'lib chiqib ko'rsatib ham berdim o'zim. Bu degani har bitta shamdon ichida qanday harakat bo'layotganligini ko'rasizlar. Va o'sha harakat davomida bozor qanchalik qaysi tomonga yurganligini ham ko'rishinglar mumkin. Aynan shu informatsiyalar bizga kerak bo'ladiki, indikatorlardan masalan foydalanishimiz uchun, shamdonlar orqali foydalanishimiz uchun analizlarda. Vot. Endi tushunib yetdinglar degan umiddaman. Birinchi 4 ta 5 ta darsimiz, 4 ta darsimizda, chunki birinchisi introductionda keyingi mavzularimizga ham bog'liq ekanligini. Bu volumedan odatda qanday foydalanaman? Agarda men tillarda analiz qilayotgan bo'lsam, odatda men M5 larda ko'raman. Undan oldingi volumlar qanday ishlagan. Mana bu yerda juda ham ko'p kuchli harakat bo'lgan, sessiya ochilishi bo'lganmi degan fikr bo'ladi. Va vaqtga qarayman. Sessiya vaqtlariga to'g'ri keladi, e'tibor beringlar. Odatda sessiya vaqtidan 1 soat oldin va 1 soat keyin bozor tez yurishni boshlaydi. Biz vaqt bilan bu 5 bilan 7 orasiga to'g'ri keladi. Undan keyin 8 dan keyingi holatda yaxshi yurishni boshlaydi. Bu 9 dan 11 gacha bo'lgan holat yaxshi model beradi. Nimaga yaxshi yurishni boshlaydi? Zo'r va tez emas, model beradi bizga. Bozor kira olib, bozorga qo'shila olishimiz uchun qandaydir model beradi. O'sha modelni ushlab olamiz va bozorga savdo qilsak bo'ladi kechki vaqt. Shuning uchun ham men odatda obedgacha umuman savdo qilmayman va obeddan keyin savdo qilaman. Agarda men 6 gacha, 5 gacha bo'lgan holatda agar signal bermasa bozor savdoga kirmaslikka harakat qilaman. O'sha undan keyin savdoga kirishni boshlayman. 7-8 da bir kiraman. Agar model bersa, model bermasa 9 dan keyin kiraman. 9 dan 11 gacha bo'lgan holatda savdoga kiraman. Vot. Shunaqa. Vasillarga ham shu narsani maslahat bergan bo'lardim. Xohlagan vaqtinglar, xohlagan joylardan savdoga kirmanglar. Analiz qilinglar. Yaxshi bir zonani ushlab olinglar va o'sha zonaga kelishini kutinglar. Yaxshi bir zona qanday bo'lsin? Deylik bozor maksimum va minimum, to'g'rimi? Demakki, bozorning mana bu yoki bu tomonga kelishini masalan kutsanglar, o'sha joyga kelishini kutinglar. Kamida 2 ta zona ushlab olinglar. Kamida 2 ta yaxshi bir zonani ushlanglar. Tepaga ketsa tepadan ishlash uchun, pastga ketsa pastdan ishlash uchun. Va o'sha qoida bo'yicha ishlaganinglar yaxshiroq bo'ladi. Xo'p. Bugungi mavzu shu. Kimdadir savol bo'lsa, bemalol mikrofoninglarni yoqib so'rashinglar mumkin, do'stlar beraman. Dars davomida qatnashuvchilar soni bir yo'g'i 40 tagacha tushib ketdi. Juda ham zo'r. Qirg'iziston Ruslan, sizga dostуп berdim. Mikrofon so'ragan ekansiz. Hech kimda savol bo'lmasa, darsliklarni tugatamiz. Demak, hech kimda savol yo'q. Endi diqqat bilan ko'ringlar. Umumiy hisobda bizda 2 ta indikator bor. 2 ta indikator hozir o'tib berganim. Yana 2 ta indikator bor. Bu qariya indikatorlardan. Qariya indikatorlar adashmasam 1969-71 yillar ishlab chiqarilgan. Adashmasam shu yillar edi, bir yana tekshirib olasizlar. Bu RSI va stoxastik. Eng zo'r indikatorlardan biri. Men vaqtida juda ham ko'p ishlatganman bu indikatorlarni. RSI emas, asosan stoxastikni ko'p ishlatganman. Informatsiya beradigan informatsiyalar juda ham zo'r. Ob'yomlar bo'yicha juda ham yaxshi ishlab beradigan indikator bo'lganligi uchun ishlatganman. Ularning orasida keyin chunki men ikkinchi ustozim faqat indikatorlar bilan ishlagan. Ingliz bo'lganligi uchun faqat indikatorlar bilan ishlagan. Shuning hisobiga indikatorlar kerakli joylarda o'rganib olganman. Va qo'shimcha MACD va BB. Uyga vazifa qanday bo'ladi? Uyga vazifa. Ushbu indikatorlar haqida ma'lumot topasizlar. O'zingizlar uchun konspekt qilasizlar. Tushunasizlar va konspektlarni uyga vazifa tashlaysiz. Va qanday ko'rsatadi. Masalan, agar shuncha vektorda
sabab bo'ladi. Videosi shu. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Dars ertaga juma, inshaalloh ertaga ham dars o'tamiz.